beraman. Bitta bonusi ham bor ichida, ha? 17 taga pul sanashadi, bittasi bonus. 18 bo'lib ketadi shunda, ha? Ketadi uyiga. 18 bo'lib ketadi. Bu qo'yni yeb ichishiga ham garantiya berilaveradi. Yemasa, ichmasa bir haftaga sanab olishaveradi. Obunachilar mana bemalol aloqa chiqarasizlar. 18 donasi bo'lsa bittasi. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli obunachilar hamda YouTube kuzatuvchilar. Ankalarda xolosa bugun videoni oxirigacha ko'rasiz. Haqiqiy zo'rlardan chiroyli, toza, kashtan hisorlardan akibda Sardorbek do'stim. Hormat Sardorbek. Muzaffar. Kimsiz? Rahmat, yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Yangi obunachilar xudo xolosa qo'ydi. O'ta ham chiroyli narxda qilib beraman deyapti. Zo'rlardan olib kelibdilar. Sardorbek, Xolos to'g'ri Muzaffar yaxshilaridan, hisor variantlardan, simjon variantlardan olib keldik. chiroyli. Siz obunachilaringizga birinchi kanalingizga chiqayotganimiz uchun narxni xudo xolosa bomba qilib beramiz. Bugun portlataman deyapti mana Sardorbek ukamiz xudo xolosa. Hop, Sardorbek soni nechta bu yerda? Muzaffar Beyda soni 18 dona. 18 dona. 18 dona. Bizga cho'pon aytdiki 100% bo'g'oz deb oldik biz olgan joyimizdan. Ha, cho'pon. Cho'pondan. Biz obunachilarga 80% bo'g'oz deymiz, chunki bitta ikkitasi kechroq bo'lib qolishi. Endi mana shu narsada olish olsin. Bog' qismlarga garantiya bermayman. Mana shu narsada olish olsin. Mana shu narsa bo'g'oz deb oldik, biz ham bo'g'oz deb endi. Ha, mana shu narsada sotib oling. Ertadan keyin chiqqan kabobam kuymaydi, Sardorbek. To'g'ri. Mana. Obunachilar yaxshilar e'tibor bilan ko'rasiz, qo'ylarda xolosa zo'r, chiroyli narsalar ekan. Sardorbek bular hammasi urg'ochi-a? Urg'och hammasi. Mana, qo'ylarni ko'ringlar. Haqiqiy chiroyli narsalar ekan. Simyung o'sha katta bo'ladigan. Yoshlari qanaqa Sardorbek bulardi? Yoshlari 9-10 oylik atrofida. 9-10 oylik atrofida, mana ko'zlarni qarang. Haqiqiy zo'r. Katta bo'ladiganlardan ekan. Yosh variantlaridan so'raganlarga tavsiya qilamiz. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepao'ron qishlog'ida. Bemalol kimga kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Sizga bomba deganim sababi mana qo'yimiz cho'pon aytdiki tug'ma dedi, mana kalla osh ozgina qiyshiq turibdi. Mana bu tug'ma dedi, yangil qo'ymas dedi. Yangil qo'ymas. Hozir yeb ichishiga bular bir hafta garantiya berilyapti. Obunachilarga siz yangi kanalingizga mana shu 17-18 dona jami 17 donaga pul sanashadi. Mana uni bonusiga. Bonus bo'lar ekan ichida. Xudo xolosa narxlarni ham yengil qilib beraman deyaptilar. Videoni oxirigacha ko'raverasiz. Xudo xolosa like bosib kun bilasiz turasiz. 2026-yil 15-mart. Haftaning yakshanba kuni dam olish kuni. Hammalaring mana maza qilib tomosha qiling. Hop, Sardorbek bularda to'g'risi uzoq cho'zmaylik-da to'g'risi. Hozir kunda ko'p gap hech kimga yoqmaydi, o'zingiz bilasiz to'g'risi. Ha. Gap ko'p gap yoqmaydi. Qo'yni ko'rishadi. Narxini eshitadi. Ha, narxini ko'pchilik narxiga qiziqadi. Buni endi ko'p gapirganingiz bilan deb qo'ydi. Narxini to'g'risi yengil narx ayting. Biz bozor Birinchi obunachisiz. o'sha bozorlarga ko'rishsa, bozorlarda ham ko'rishsa 5,5 million, 5 million 300 olishyapti-da bozorda ham. Biz bitta narx aytaman, 5 million so'mdan shunda olsin, bitta bonus ichida ketdi o'sha 5 million. Oxirgi bo'ladigan narxi shunda. Bo'ladigan narxi 5 million so'm. Xayrini qilib berasiz, hammasini bir joyga olishingiz mumkin. Xayrini qilib beraman. Qilib berasiz. Toshkentgacha yetkazib beramiz. Hop, obunachilar mana bitta bonus bo'ldi ichida, xudo xolosa shoshilib bemalol aloqa chiqarasizlar. Hop, ichida bitta bonusi bor ekan. Hop, 18 ta bo'lsa 17 tasiga pul sanasizlar mana. Mana shunisi bonus. Kichkina narsa emas, katta bu ham xudo xolosa. Buni nima qilsangiz ham bo'laveradi mana. Katta, yirik narsa ham bu ham. Maza qilib boqasiz. Hop, savdolashib bemalol olaverasizlar mana. Nechta kerak bo'lsa o'zlaridan kelib tanlab olaman salakasiga tashlab berasiz. Tashlab beramiz. Tanlab olishsa ham, oyoq tortishsa ham 100 ming so'm bo'lsa 50 ming so'm raziyasi. O'shani bitta narxdan kessam, birinchi obunachisi Sardorbek. Bo'ldi. Shu tanlab olishsa ham 5 million so'm. Tanlab olsalarga 5 milliondan hammasini bir joyga olishingga xayrini qilib berishar ekan. Xudo xolasa dastavkasi-chi? Bo'ladi. Bo'ladi, dastavka qilib beramiz. Dastavkasidan o'ylanmay bemalol aloqa chiqarasizlar. Ekrandagi nomerlarga obunachilar, ichida bir dona bonusi bor mana. Haqiqiy oling, baraka topadigan narsalar xudo xolasa. Bitta qo'chqorimiz ham bor. Qo'chqor. Agar qo'chqordan qo'shib olishamiz desa ketaveradi. Qo'chqori ham ketaveradi. Qo'chqorni ham bitta ko'rsataylik, ana qo'chqorini.
Mana obunachilar bitta qo'chqor ham bor ekan, haqiqiy zo'r ekan buni qo'ra ichida ekan. Qulovochlarni ham. Chiroyli. Ana. O'sha narxda ketadi. Tumbalari ham chiroyli ekan. Bitta o'sha narxda ketaveradilar. O'sha 5000 so'mdan ichida. Mana. Xayrini qilib beradilar, xudo xolasa. Bemalol kimga kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar o'sha ekrandagi nomerlarga. Obunachilar shoshilamiz, ichida bitta bonusi bor ekan. Hali bu kanalda bonus bo'lmaganda, xudo xolasa bonuslar ham ko'paytirib o'zimiz ham bonus qilib beramiz, xudo xolasa. Endi chiqishni boshladi Muzaffar. Bonuslarni yondiramiz bundan buyon. Yaxvoramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa bonuslar, bombalar bo'ladi. Hop, obunachilar, videoni xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga Alloh taolo baraka bersin.